Vaqt boshqarishdagi ijobiy kechiktirish usuli. Avtori Brian Tracy. Har kuni cho'ng vazifalarni tamomlash uchun vaqt ajrating. Kundalik ish miqdoringizni oldin planlang. Saharda darhol qilinishi kerak bo'lgan nisbatan kichik ishlarni qo'ldan chiqaring. Andin cho'ng vazifalarga yuzlaning va shularni tamomlaganga qadar bo'shashmang. Ijobiy kechiktirish shaxsning ifodasini yaxshilaydigan eng unumli texnikalardan biridir. U sizning hayotingizni o'zgartiradi. Haqiqat shuki, qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishni bir vaqtda qila olishingiz mumkin emas. Shunga cho'qim ba'zi ishlarni orqaga so'rishingizga to'g'ri keladi. Shu sababdan kichik va ancha ko'rimsiz bo'lmagan paqalarga o'zingizni ufurtib yurmay, hammadan avval eng cho'ng va eng sat paqini yeviting. Xizmat va qazolardagi ifodasi yorqin kishilar bilan ifodasi nachar kishilarning orasidagi farq intayin zo'r darajada qaysi ishlarni orqaga surishni tanlaganligi tarafidan belgilanadi. Cho'qim qisman ishlarni orqaga surishga majbur bo'lgan ekansiz, ancha qimmat yo'q ishlarni darhol orqaga suring. Hayotingiz uchun hech qancha qimmat yo'q ishlarni kechiktiring. Boshqalarga topshiring yoki tamoman amaldan qoldiring. Qumchaqlar bilan hapilishib yurmay, diqqatingizni paqalarga markazlashtiring. Mana bu ishning tugunidir. Oldin qilishga tegishli ishlarni belgilash uchun orqaga surishga tegishli ishlarni bilishingiz kerak. Oldin qilishga tegishli ishlar texmi baldur, texmi ko'p qiladigan ishlaringizdir. Keyin qilishga tegishli ishlar bo'lsa, qilgan taqdirdimi, texmi keyin va oz qiladigan ishlaringizdir. Qoida ancha qimmat yo'q ishlarni qilishdan qancha ko'p voz kechalisingiz, vaqtingizni va hayotingizni shuncha yaxshi kontrol qila olasiz. Vaqt boshqarishdagi eng kuchli kalimalardan biri yoqdir. Vaqtingizga va hayotingizga nisbatan yuksak qimmatga ega bo'lmagan har ishga yoq deyishingiz kerak. Buni, ya'ni yoqni dal vaqtida va doim deb turing. Shunisi haqiqatki, sizning zoya qilvasingiz bo'ladigan bir daqiqami vaqtingiz yo'q. Yangi bir ishni boshlashingiz uchun koni ishlaringizdan birarsini tamomlashingiz yoki qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birining kelishi uchun yana birining ketishi kerak bo'ladi. Biri ko'tarilsa, yana biri cho'kadi. Ijobiy kechiktirish sizning hech bo'lmaganda navbat qiladigan ishlarning nimaligini bilgan va uningga intilgan holda qaror chiqarish qilmishingizdir. İnsanlarning ko'pinchisida ongsiz kechiktirish, so'ralmalik xohishi mavjud. Ular har qanday bir ishni yaxshi o'ylanmasdan orqaga suraverdi. Natijada bu xil kechiktirish yoki e'tiborsiz qarash ularning turmushida va xizmatida zo'r natijalarga turtki bo'ladi. Katta va qimmati bor ishlarda so'ralmalik qilishga o'zgarishi mumkin. Qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar bu xil illatdan saqlanishingiz lozim. Qilishga tegishliki ancha qimmati yo'q ishlarni angliq holda kechiktirishdir. Shunday qilsangiz, hayotingizda haqiqiy o'zgarish hosil qila oladigan ishlarni qilish imkoniyatiga erisha olasiz. Vaqtingizni oladigan ish faoliyatlarini bekitish uchun vazifalaringizni va mas'uliyatingizni ko'zdan kechirishingiz kerak. Masalan, bir do'stim bo'ytaq chog'larda golf to'pga mastona bo'lib, haftada 3-4 qatim, har qatimda 3-4 soat golf to'p o'ynaydi. Keyin u tijoratga kirishdi, uylandi, 2 balaliqmi bo'ldi. Lekin u toki bu o'yinning oilada va xizmat o'rnida ig'ir yirikchiliklarga sabab bo'ladiganligini his qilganga qadar yana haftada 3-4 qatimdan 5 qatimgacha golf to'p o'ynashni davomlashtirdi. U golf to'p o'ynashni tark etgandan keyin ondan o'z hayotini qaytadan kontrol qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sizmi ishdan sirtqi havaslaringizga qarab chiqing va qaysilarining ahamiyatsiz ishlar ekanligini belgilang. Televizor ko'rmang va shuningdan tejab qolgan vaqtingizni oilangizda kitob o'qishga, tanarkatlarga yoki o'zingizni yuksaltiradigan boshqa ishlarga ajrating. Hayotingizga nazar tashlab, haqiqiy korga keladigan ishlarga texmi ko'p vaqt ajrata olish uchun boshqalarga topshirishga yoki amaldan qoldirishga bo'ladigan ishlarni belgilang. Ijobiy kechiktirish texnikasini bugundan boshlab hayotingizga tatbiqlang va har jihatdagi keyin qilishga tegishli ishlar tizimligini turg'izing. Mushundaq qarorni chiqarishning o'zila hayotingizni o'zgartirishga yetadi.
o paqını yevettin. Hayatınızın her sahasida nölden başlap oylanış usulunu qo'llaning. O'zingizdan har doim shu savolni so'rang. Agar hozirga qadar shu ishni qilmagan bo'lsam, bugungi aqlim bilan yana shu ishni qilarmidim yoki shuningga ishtiyoq bog'larmidim? Agar u siz bugungi aqlingiz bilan qaytadan boshlashni xohlamaydigan ish bo'lsa, demak, mazkur faoliyat ijobiy kechiktirish, ya'ni qo'yib qo'yishdagi ko'ngildagidek nomzodlardir. Xususiy va xizmatga aloqador faoliyatlaringizga qarab chiqib, ularni bugungi ahvolingizga qarata baholang. Shularning orasidan darhol tark etishga yoki hech bo'lmaganda texmi mo'yim nishonlaringiz ishga oshirilganga qadar kechiktirishga tegishli ishdan eng kamida birini tanlab chiqing. U Paqini Yang nomli kitobdan Hikmatyar Ibrohim tarjim qildi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 20 sonidan ilindi.